2 daqiqa o'zlaringizni kichik do'kon egalari deb tasavvur qilingizlar. Xo'p, do'kon egalari, sizlarga savol. Qancha pulingiz ko'chada yotibdi? Ko'chada yotgan pullaringizni vaqtida ola olyapsizmi? Va bundan tashqari ta'minotchilarga qancha qarzingiz borligini bilasizmi? Nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda ham imенно shu muammoga duch keladigan minglab biznes egalari mavjud. Bu biznes egalarining og'rig'ini men sinfdoshimning kichkina do'konchasida qarzlarini yozib yurgan holatda topib olib va bunga yechim qilganmiz va bu yechimni biz P-daftar deb nomlaganmiz. Aytganimdek, minglab o'sha biznes egalarining quyidagicha muammolari bor va bizning yechimimiz: mijozni qo'shasiz, qarz yoziladi, mijozni balansi doim ko'rib tursangiz bo'ladi. Mijozlar qarzi muddati kiritilganda ularga avtomatik eslatmalar yuboramiz va bu narsa qarzlarni ertaroq qaytib kelishiga sabab bo'ladi. 12 oy ichida 3000-4000 RMRga sotuvga chiqdik. Aloqa Venturesga yana bir bor rahmat aytaman ishongani uchun. Bizga avgust oyida $20,000 investitsiya qilishgan edi va shu investitsiyadan keyin biz uni to'g'ri sarflashga harakat qilib, quyidagi ko'rsatkichlarga, ya'ni umumiy hisobda 10x ga o'sdik. Bizga quyidagi davlatlardan, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iz, Qozoqlardan, Turkiyadan ham ustanovkalar bo'ldi biz ilovamizga va buni evaziga bizda hozirgi paytda 5000 dan ortiq wait listimizda turgan mijozlar bor. Umuman olganda bizni logikamiz juda oddiy. Kichkina $2 va o'sha kichkina do'konlar uchun, endi $10 optimchilar uchun va sexi bor yoki bir nechta filiallari bor bizneslar uchun esa $50 tariflarimiz bor. Agar juda katta ob'yomda olmoqchi bo'lishsa, unda maxsus korporativ yechim ham qilib berishimiz mumkin. Hozirgi paytda bizda oylik aktiv foydalanuvchilarimiz 5000 taga yetadi va bu narsani biz hozirgi bozorimizni taxminan shunaqa ko'ryapmiz. Umumiy hisobda 1 millionta savdogar yoki kichik biznes egasi deb qabul qiladigan bo'lsak, biz ularni 60 million ob'yomda hisoblayapmiz. Bizana alternativ yechimlarimiz bor, ya'ni bizneslarda o'ziga yarasha yechimlar bor. Bular post tizimlari, ERP tizimlar va global bozorda mavjud yechimlar bor. Bular o'ziga yarasha murakkabliklari bor, narxlar masalasida savollari bor. Biz esa imенно o'sha kichik va o'rta biznesga yechim sifatida ideal mos kelamiz. Xo'sh, bizani kelajakda qanaqa formatda rivojlanishimizni kutyapmiz? Biz nafaqat kichkina instrument sifatida, balki finansiy tarmoq, ya'ni 2-3 bizneslar bir-biri bilan aloqa qiladigan tarmoqqa aylanishga harakat qilamiz. Hali olinmagan dolyamizni olishimiz kerak va bundan tashqari qo'shni davlatlarga o'sha aytilgan early adopterlar uchun dasturimizni ishga tushirmoqchimiz. E'tibor uchun rahmat.